Endi nima deysan, biladi, to'poyni tushunmaydi. Ukam bitta itmam soatda rasvosini chiqardi. Qaragin, sotib olaman dedi. O'zim 15 ga oldim Dubaydan. Shuni ko'rib bergin. Nima qilsa bo'ladi buni? Hop, bu Rolex ekan, aka, o'tiringchi. Bu Rolex The Just Wimbledon 2025-yil, lekin aka, bu nimaga buni sochib tashlagansiz, tushunmadim. Shuni aytaman-da, qara, buni dabdalasini chiqarib, ochib, buni qirib, mana bunaqa berdi. Keyin oldi, keyin narxini urib, yerga uryapti. Ochib, chochib qo'yib buni. Ukam, endi o'zing bir tuzukroq narx qilib bergin deb keldim sana oldingga. Aka, o'zi ko'rinib turibdi. Originalligini mana, aka, bu yerda dokumentlari bo'lsa, mamta kartochkasi bo'lsa, 750 proba tilib bilinib turibdi. Uni nima keragi bordi, aka, qirib. Endi nima deysan, biladi, to'poyni tushunmaydi. Shuning uchun men Instagramdan ko'rdimda, tushunadigan bolalarga olib keling deb, senga olib keldim, ukam. Men juda qimmatga olganman. Tuzukroq narx qilib bermasang bo'lmaydi, ukajonim. Qirilgan bo'lsa narxi tushib ketishini bilasiz-a? Olgan narxingizga baribir sota olmaysiz. Men bu Rolex soatiga $10,000 bera olaman. O'zi qimmatga olganman. Sal qo'shib ber, mayli berib yuboraman. Hop, aka, buningizga 11,000 qilib bera olaman. U yoq o'zi ko'tarmaydi, aka. 11,000 so'm deb beraman faqat. Bo'ldi, gap yo'q, qana, roziman. Hop, 11,000. Aka, 135,300 bo'ladi. Sizga 135,500 qilib beraman. 60, 120, 135,500,000. Barakasini bersin. Joning sog' bo'lsin, umring uzoq bo'lsin. Ha. Shunaqa original soatlarni qirdirib, narxini tushirib o'tirmasdan, to'g'ri, skupka zolot o'zi kelsanglar, qimmat va yaxshi narxlarda o'zimiz olib qolamiz.